Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan men O'saykar. Bugungi videomizda Minecraft Survival o'yinini o'ynaymiz. Men daraxt chopib, narsalarga qo'ydim, yutib qo'ydim. Bo'lmasam boshladi. Bu Minecraft Minecraft Visual yani birinchi qismi bo'ladi. Bu qismlar ko'p bo'ladi. Dragon zaft etishgacha video olaman. Bo'lmasam boshladik. Aytgancha, men bitta mod topdim. Yerdan ep narsalar beradi. Uni ham keyingi videoda chiqarishim mumkin. Omadimiz keldi. Temir bor ekan, temirdan olamiz. Verstak yasaymiz. Verstak. Oy. Qo'yadigan joy yo'q ekan. Qo'yadigan joy bor. Birinchi temir to'ldirib bor. Oho. Hop. 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 Yerga. Endermanmi? Yo. What the heck? Voy billat. Shunaqa ham chuqur bo'ladimi? Taxtali kirkada nega ko'laman. Chunki temirni bermay qo'yadi. Verstak va temir kirka. Temir kirkani bosh rolga almashtirib qo'yaman. Temirni sindirib olaman. Hozir. Gravel ham bormi? Ugul ko'mir. Demak. Verstakka kiraman. Tagdagi narsalar tepaga olaman, kerakli narsalar tepaga, keraksizlar pastga. Hop. Bundan cho'p yasab qo'yaman. Yarmini bu yerga va ikkita cho'p. Tayyor. Verstakda olaman. Hop ana. Ana unida yana temir bor ekan. Bu narsalar ketdi g'ishiga. Bu yerga borganimcha pauza qilib turaman do'stlar va obunachilar. Mana obunachilar bir amallab o'tib oldim. Endi mod tagida hech narsa blok ham yo'q ekan. Tagga qo'yib olmasa bo'lmaydi. Tushib ketadi dedim. Hop ana. Orqa. Hop. Ana tagi. Hop ana. Voy. Ichroqqa va tayyor. Temirni olamiz. 3 ta temir tayyor. Deb chiqamiz. Voy. Nima? Qanaqa shu? Qanaqasi qo'yib bermaydi. Sekin pastga tushib olish kerak ehtiyot. Hop ana. Hop. Hech oldinga yana. Jichchagina qoldi. Oldinga va ugulda ollay. Hop ana. Modni topish kerak. Mod bor edi shu. Kimdadir ko'rdim shu. Artefakt. Hozir obunachilarga Google ko'ylab olay. Undan keyin videoni davom ettiraman. Hop ana bo'ldi, ko'ylab oldim. Do'stlar, sizlarga yangiligim bor. Kimga modlar kerak bo'lsa, yangi kanal ochaman. Endi o'shanga modlar tashlayman. Silkasiga tashlab qo'yganman. Yangi bitta kanal ochib. Yana temir. Yerdan epki narsa beradigan olmaydi. Modni ham tashlab qo'yaman obunachilar. Jononasi ketdi-yu. Jonona ketdi. Voy fakil yasabasam bo'lmaydi. Turus. Hop. Yana. Ezib turganim yaxshi undan kerak. 50 ta chiqdi. Ana bo'lmasam tagida diamond ham chiqish mumkin. Diamond nimaligini bilmaydiganlar uchun aytaman. Diamond bu olmos. Nima ekan desam, olmosmi? Allohu akbar. Azon chaqiryapti. Namoz vaqti bo'lsa o'sha telefon azon chaqiryapti. Voy, olmosmas ekan, olmos deb o'yladim. Obunachilar e'tibor bermanglar. Bu telefonni shunaqa bo'lib qoldi. Shu Ramazon keldi. Shu azon chaqirishni boshladi bu. Najida namoz vaqti bo'lsa o'zi azon chaqiryapti. Avtomatik bo'y paytda. Voy, diamond. Voy, diamond qo'yishadimi? Diamond. Pechga samasam bo'lmaydi ekan. Hop ana. Bitta pechga yasash. Hammasi. Bitta pechga yasadik. Ana kiramiz. Voy, hammasi ishlab bo'ldi. Voy, buni emas, buni chiqamiz.